yilda ko'p bog'bonlarimizni bog'idan muammo kelib chiqyapti do'stlar. Hosil bermayapti giloslarimiz degan. Valavoy sersa gilosi changlatib beruvchi nomer 1 gilos shu bo'ladi do'stlar. Skina navli gilosimiz. Bu tomonni ham ko'rsating. Har bir tupi shunaqa holatlarda do'stlar, o'ta ham mevani ko'p olganligini hisobiga shoxlari egilib yotibdi do'stlar. Buni qaranglar mana. Bu valavoy sersa. Ko'pchilikning uyida olmayapti, bog'larida bil olmadi, lekin bu bog'dan olyapti mana valavoy sersa gilos. Hosili yaxshi, xudo xolasa, nimani hisobiga? Skina gilos ekilganligini hisobiga. Skina gilos buni 100% changlatib beradi do'stlar mana. Barkidan gilosi ko'p do'stlar mana. 50 kilo olib borgan kimga kerak bo'lsa, buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Albatta, asosiy maqsadimiz buni ko'chatlarni sotish, chiroyli shunaqa bog'larda tashkil qilish do'stlar. Kimga bog'imiz qiziq bo'lsa, albatta bittadan like bosib o'tasizlar. Havas kelganlar bo'lsa, ko'chatlaridan ham bor, ko'chatlariga zakaz berishingiz mumkin. Yaxshilab bu yoqlarga ko'rsatib yuborasiz. Bu yoqlarda bitta vaqtdan olib keling-da. Bahor giloslari ham bor. Bu o'zimizning mesni bahor gilos mana. Bu ham hosilda o'ta ko'p oboradi. Bitta rati skina navli gilos bo'lsa, bitta rati o'zimizning mesni bahor gilos hamda valavoy sersa kelgan. Valavoy sersa baribir nomer 1 giloslardan biri do'stlar. Eksporti zo'r bo'ladigan gilos shu bo'ladi. Albatta buni qo'shmog'i bo'lib qoladi. Buni oralaridan siyraylatilsa, kalibri yirik hamda sifatli meva kelib chiqaveradi. Nuqta qo'yib beradigan giloslar shu bo'ladi. Albatta bu skina gilosdan ekishni tavsiya qilamiz hamda bu o'zimizning mesni bahor gilosdan ham eksanglar, bu ham changlatib beraveradi. Bog'da faqatgina bir xil sort ekishni tavsiya qilmaymiz. 2 xil, 3 xil navi bo'lsa, xudo xolasa bir-birini changlab, xuddi shunaqa chiroyli bog'lar kelib chiqaveradi. Bog'da holatiga like bosib qo'yaverasizlar. Kimga ko'chatlari kerak bo'lsa, pastki nomerlar bog'lanib, ko'chatlariga zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.